emas-ku, chunki tomorqaga qarash, tomorqadan daromad olish. Bu yerda shu Guzar mahallasi sharoitida ekiladigan ekinni qaraydigan bo'lsak, qarib 6 oy davomida yerdan ishlatilmaydi. Qish deymiz, kuz deymiz, bahor boshlanguncha. Shundan ham bo'sh qo'ymay ishlatish. Men shu qulupnaychilik bo'yicha shug'ullanib kelaman 5 yildan buyon. Qulupnaychilik shunday serdaromad ish ekan. Barchani mana shu ishga chorlab qolaman. Bir sotix joydan bemalol 40 million 50 milliongacha daromad olishingiz mumkin. Ko'chatlarning soniga keladigan bo'lsak, bir sotix joyga 500 tadan 600 tagacha ko'chat egishingiz mumkin. Bu bir tup qulupnayimiz o'rtacha 1 yil mobaynida bahordan to kuzgacha 2 kilogramgacha hosil beradi. Bu sortimizni amerikanskiy kabrilla sorti. Ko'chat bu juda ham chidamli, issiqqa ham, sovuqqa ham, har xil vaziyatda, kasalliklarga ham chidamli. Ildiz tizimi juda ham baquvvat shakllangan. Bu sortimiz bo'lsa, qattiqligi ham juda yaxshi, eksportbop. Har xil sharoitda yozda ham bemalol pishib, meva berib, xalqimizning dasturxoniga bemalol topshiraveramiz. Keyin buni kapelni shilang orqali tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yganman. Bu ham bo'lsa juda ham suvni ekonom qilib, tejab berib, har tomonlama shu dehqonga foyda keltiradi. Bergan doringizni ham tejaysiz, vaqtingizni ham, har tomonlama suvni ham. Hozirda 5 sotix joyda qulupnay yetishtirib kelyapman. Bahorda bir marta ekiladi, kuzda bir marta ekiladi bu qulupnay sortimiz. Asosan agar siz qishda hosil olaman desangiz, avgust oyida ekkaningiz ma'qul. Agar siz yozim bilan kuzgacha to'xtovsiz olaman desangiz, bahorda ekkaningiz ma'qul. Yaxshi, sveji, yosh ko'chat bo'ladi, ildizlari ham yangi bo'ladi. Bir tup qulupnayim 1 kilogramdan 1,5 kilogacha hosil beradi. Tomorqalardan samarali foydalanish bo'yicha amaliy seminer tashkil etdik. Bu seminardan ko'zlangan maqsadimiz har bir tomorqada unumli foydalanish. Bu bir tomorqadan bir marta emas, yilga 3-4 martalab hosil olish bo'yicha ko'rgazmali tarzda seminar tashkil etib berdik. Bundan seminarimizda har bir mahallada mahalla fuqarolar yig'ini raislari, mahalla faoliyat yuritayotgan hokim yordamchilari, nominal tomorqachilar, ijara yer egalari qatnashdi. Ular har biri o'zi uchun kerakli bo'lgan xulosalarni, o'zlarini qiziqtirgan savollarga to'liq javob olishdi. Bu kabi seminarlarimiz yil davomida bundan keyin takror va takror har oy o'tkazib kelinadi. Ko'zlangan asosiy maqsad tomorqadan, ijara yerdan, umuman yerdan yuqori daromadli hosil olish, aholining o'zining daromadlarini kengaytirishdan ko'zlab qo'yganmiz.